Darsimiz o'quvchilar 8-sinfda kimyoviy reaksiya tezligini o'qitish metodikasi hisoblanadi. Demak, 14-o'rta ta'lim maktabi Rajab Farruh bo'laman. O'zi reaksiya tezligi nima degani? Vaqt birligi ichida moddalar konsentratsiyasining o'zgarishiga kimyoviy reaksiya tezligi deb aytiladi. Uni hajmga va vaqtga bo'lgan nisbati reaksiya tezligini ifodalaydi. Va uni birliklarini biz quyidagicha ifodalashimiz mumkin. Mol taqsim litr ko'paytirilgan minut yoki nima? Mol taqsim litr ko'paytirilgan sekund ko'rinishida tasvirlashimiz mumkin o'quvchilar. Bundan tashqari kimyoviy reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillar mavjud. Kimyoviy reaksiya tezligiga ko'p moddalar olinadigan bo'lsa, ularning bir-biri bilan to'qnash ehtimolligi ham shuncha yuqori bo'ladi. Molekulalar qancha bir-biri bilan ko'p to'qnashsa, reaksiya shuncha tez amalga oshadi. Demak, konsentratsiyaning oshishi kimyoviy reaksiyani tezlashtiradi. Kimyoviy reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillarning ikkinchisi bu temperaturaning ta'siri. Bu ta'sirni Van Gogh qonuni deyiladi, Van Gogh o'rganganligi uchun. Demak, harorat har 10 gradusga oshirilganda kimyoviy reaksiya tezligi 2-4 marta tezlashadi. Uni biz quyidagi formula orqali aniqlashimiz mumkin. Ya'ni VT2 taqsim VT1 temperatura koeffitsiyenti T2-T1 taqsim 10 formula orqali ifodalanadi. VT2 bu nima? Ikkinchi temperaturadagi reaksiya tezlik, VT1 esa birinchi temperaturadagi reaksiya tezlik. Temperatura koeffitsiyenti o'sha reaksiyaning necha marta tezlashganligini ifodalovchi kattaliklar hisoblanadi. Bundan tashqari o'quvchilar kimyoviy reaksiya tezligiga katalizatorning ham ta'siri mavjud. Katalizator bu kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradigan, lekin o'zi sarflanmaydigan moddalarga katalizatorlar deyiladi. Bu katalizatorlar katalizator orqali bo'ladigan reaksiyalar kataliz reaksiyalari hisoblanadi. Kataliz reaksiyalari ham ikkiga bo'linadi o'quvchilar. Gomogen kataliz bor, gidrogen kataliz bor. Agar reaksiya qiluvchi moddalar bilan katalizatorning agregat holati bir xil bo'ladigan bo'lsa, gomogen kataliz, katalizator bilan reaksiya qiluvchi moddalarning agregat holatlari har xil bo'ladigan bo'lsa, o'quvchilar heterogen kataliz hisoblanadi. Bugungi darsimiz bo'yicha ozgina misollarimiz bor. Shu misollardan bajaramiz.